$14.200 2020 1.6 benzin Kia Seltos. U sotilib ketib qolsa kerak inshaalloh. Shu niyatda reklama qilib sababini tutyapmiz. Bugun 24 fevral kuni chiqdi. Akam Restyling More'da emblemalari uje yangilangan ekan. Bunda Kia Seltos benzin 14.200 ga yomon narx emas. Premium senalarda chiqyapti. Shu sababdan qiziqib ko'ring. Endi keyin butun holatda ketdi. Shu holatda, ya'ni mashinani bu seryozni biror nima bo'lmagan, mashq krila dedimikin qalangan deb aytdi. Ya'ni o'zi biladi, bir qator so'raysiz. O'zi заводской diskalar, beskutchovoylar, elektropaket, xromoviy detal, полосодержатель, плавающий сиденьялari bor. Kojinli qora salonlar, multi-rul, 61.000 probeg, monitorlar, dvuzonli klimat kontrol, обдув подогрев сиденья, drive mode, подогрев rul, parkovka rejim, 3D polilari. Voy. Aka, ichki salonlarni, orqa podogrev sideniyalari bilan narxini egasi bilan bir qator kelishib olasiz. 14.200 Kia Seltos 1.6 benzin va 3 talik spiralli stoplar zo'r narx. Lyuklari ham bor ekan, bo'lsangiz.